Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy chet ellik o'quvchilar orqali jinoyatini yoshirishga urindi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish, jumladan keng ko'lamlik majburiy emgakka selish jinoyatlari sababli xalqaro jamiyatning ayblashiga va bir qism embargolarga duch kelgan Xitoy xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab jinoyatlarni pardozlayotgan bo'lib, yaqinda yana chet ellik o'quvchilar o'mikini Sharq Turkistonda planliq ziyorat qildirgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rini xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Xingrui, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatning qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz 14 yanvar Urumchida Sharq Turkistonga ziyoratga kelgan chet ellik o'quvchilar o'mikini kutib olgan. Mazkur o'quvchilar Amerika qatorliq davlatlardan kelib, Xitoydagi oliy maktablarda o'qiyotgan chet ellik o'quvchilar ekan. Ma Xingrui ko'rishda Sharq Turkistonning navbatdagi ichinishlik vaziyatini burmalab, Xitoy Kompartiyasi Xinjiangda jamiyat inoq, muqim bo'lgan, iqtisod gullanib taraqqiy qilgan, har millat omma xotirjam yashab, xo'shal-xo'ram ishlaydigan yaxshi vaziyatni sijil mustahkamladi deb bildirgan. Ma Xingrui yana navbatda xalqaro jamiyat oldida oshkora bo'lib, kun tartibga kelgan majburiy emgak, sistemalik bostirish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qatorliq jinoyatlarni inkor qilib, Xinjiangda majburiy emgakka selish, irqiy qirg'inchilik mavjud emas deb jar solgan. Xabarda ziyoratga kelgan o'quvchilarning Xitoyning yolg'on tashviqotini yoqlagan holda Xitoy siyosatini maqtaganligi tilga ilingan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda Ma Xingruining bildirlashlarining aksicha terror siyosati ijro qilayotgan bo'lib, Xitoylarni, Xitoy shirkatlarini Sharq Turkistonga ko'plab o'rinlashtirmoqda. Uyg'urlar bo'lsa Sharq Turkiston va Xitoydagi zavodlarda arzon haqsiz emgak kuchi sifatida majburiy emgakka selinmoqda. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yoshirish uchun g'oyat zo'r xarajat ajratib, turli yolg'on tashviqotlarni kuchaytirmoqda. Jumladan Xitoy bilan munosabati yaqin davlat va organ xodimlarini planli holda Sharq Turkistonni ziyorat qildirib, ularning vositasi bilan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka selish jinoyatlarini inkor qilishga urinmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyati izchil davomlashayotgan bo'lib, diniy bostirish, jazo lageriga keng ko'lamli qamash, majburiy emgakka selish, surgun qilish, tug'ut cheklash, o'smirlarni oilasidan ayirib majburiy assimilyatsiya qilish, dehqonlarning terilg'u yerlarini o'tkazib berishga majburlash qatorliq sonsizlagan vahshiyona jinoyatlarni izchil ijro qilib kelmoqda. Navbatda mutlaq ko'p qism davlat yana Xitoy bilan savdo munosabatini davomlashtirayotgan bo'lib, bu sababli Sharq Turkistondan chiqqan majburiy emgak mahsulotlari davomli Osiyo, Yevropa, Afrika ellariga to'salg'usiz yo'llanib turgan. Amerika hukumati 2022-yili Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini rasmiy ma'qullab ijro qilishga boshlagandan buyon ko'plagan Xitoy shirkatlari va amaldorlar Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik bo'lish sababli jazo tizimligiga kirgizilgan edi. Mazkur qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy emgakka chetishlik deb qaralib, bir turkum Xitoy shirkatlariga jazo yurgizilgan edi. Amerika Xitoy bilan Rossiyaga munosabatlik 15 shirkatni jazo tizimligiga qo'shdi. Amerika Rossiyaga qaratilgan jazo tadbirlarini kengaytgan bo'lib, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlik 15 shirkatni jazo tizimligiga kirgizdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika Moliya ministrligi 15 yanvar Rossiyaning Ukrainadagi urushini qo'llaydigan shirkat va organlarga qaratilgan jazo tadbirlarini kengaytib, taxminan 100 shirkat yoki organni qayta jazo nishoni qilib bekitganligini va 15 yangi shirkatga jazo tadbiri qo'llanganligini jakarlagan. Amerika Moliya ministrligining bir oliy amaldori jazo tuzumlariga asosan Rossiya mudofaa sanoati tarmoqlari bilan muhim savdo munosabati bor shirkatlarning jazoga uchrash xavfiga duch keladiganligini bildirgan. Mazkur uchurni oshkorlagan mas'ul xodim ismini oshkorlamagan. U yana jazo tadbirlarining bekor qilinishi uchun parlamentga uqtirish qilinishi kerakligini bildirgan. Bu tadbirlar Donald Trump boshchiligidagi kelar qatimliq Cumhuriyetchilar partiyasi hukumatining diqqat qo'zg'amagan asosda jazo tadbirlarini tangishishi va o'zgartishini qiyinlashtirishi mumkin ekan.
Xabar qilinishicha, Amerika jazo tizimligiga kirgizgan Xitoy shirkatlari Anhui Hongsheng xalqaro savdo shirkati, Qingyuan Fufeng Lida ta'minlash zanjiri mulozimat shirkati, Heilongjiang Shunshin iqtisod savdo taraqqiyot shirkati, Qingdao Heji tijorat mulozimat shirkati, atalmish Xinjiang moliya import eksport shirkati, Hangzhou Shanxi savdo shirkati, Shanxi Hongrun Jinhua savdo shirkati, Fujian Xinfuvang xalqaro savdo shirkati, Jilin o'lkasi Shunda savdo shirkati qatorliqlar ekan. Amerikaning tashqi ishlar ministri nomzodi Xitoyga qarshi maydonini ta'kidladi. Amerikaning tashqi ishlar ministri nomzodi Marco Rubio Trumpning Panama kanalidagi Xitoyning mavjudligi to'g'risidagi andishiga qo'shilganligini va uning fikrini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 16 yanvar xabar qilishicha, Avam palata a'zosi Marco Rubio Amerika tashqi ishlar ministrligiga tayinlash haqidagi guvohlik yig'inida so'z qilib, Xitoyning Panama kanaliga bo'lgan ta'siri qatorliq dunyoviy nishonlarni tanqid qilgan va Xitoyning Amerika davlat bexatarligiga tahdid paydo qiladiganligini bildirgan. Rubio dunyoviy savdo va Amerika harbiy harakatlari uchun muhim dengiz yo'li bo'lgan kanalning har ikki tarafida Xitoy korxonalarining port boshqarayotganligini eskartib, Xitoyning kanal qatnashiga aralashish ehtimolligi haqidagi andisini bildirgan. Bildirilishicha, Rubioning bayonlari prezidentlikka saylangan Donald Trumpning kanalni Panamaga o'tkazib berishning strategik xatolik ekanligi to'g'risidagi so'zlari bilan mos qadamda bo'lgan. Rubio Panama masalasini 21-asrdagi xalqiliq qiyin masala deb qaragandan sirt, Xitoyning Hong Kongdagi harakatlarini ayblagan va Amerikaning Tayvanni qo'g'dash va'dasini qayta ta'kidlagan. U guvohlik yig'inida yana Uyg'ur masalasi haqida to'xtalib, vazifaga tayinlangan taqdirda bu jihatdagi maydonining o'zgarmaydiganligini ta'kidlagan. U so'zining oxirida yana muhim mahsulotlarda Amerikaning Xitoyga beqinishni azaytishning zarurligini ta'kidlab, Amerikani Xitoyning Janubiy dengizdagi harbiy harakatiga qarshi kuchli inkas qaytarishga chaqirgan. Marco Rubio Avam palatasidagi xizmati jarayonida Xitoyning inson haqlari dafsandichiligini va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ochiq-oshkora tanqid qilgan bo'lib, Xitoy siyosatiga qarshi o'ttirg'i qo'ygan so'z harakatlari va faoliyatlari sababli Xitoyning jazo yurgizishiga uchragan edi. Hindiston Xitoyning tahdidiga qarshi harakat boshladi. Hindiston dengiz armiyasi Xitoyning tahdidiga taqobil turish uchun Hind okeanida suvosti paraxoti va harbiy kemalarni ishga kirishtirgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining xabar qilishicha, Hindiston dengiz armiyasi yaqinda davlat egiligidagi bir kema yasash zavodida bir suvosti kemasi, bir qo'g'dug'ichi paraxot va orqasab qo'g'dug'ichi paraxotni suvga tushirgan. Hindistonning bu harakati Xitoy dengiz armiyasining kuchi kunsiri kuchayotgan bir mezgilda boshlangan bo'lib, Hindistonning Hind okean rayonining savdosi va bexatarligining muhimligini ta'kidlab kelgan. Hindiston mudofaa ministri Rajnath Singh dunyo kuchlarining Hind okeanga yo'tkilish yuzlanishini ta'kidlagan. Bosh ministr Narendra Modi Hindiston mudofaa uskunalarini yasash iqtidorining taraqqiy qilganligini bildirgan. Qayd qilinishicha, yangidan suvga tushirilgan INS Vagsher suvosti paraxoti Hindistonning suvosti dengiz armiyasini zamonaviylashtirish loyihasining bir qismi ekan. Navbatda Hindistonning 16 suvosti paraxoti bor bo'lib, Modining Fransiyaga qiladigan yaqinqi ziyorati jarayonida yana 3 Skorpion suvosti kemasini setib olish to'xtamini bitkazishni planlamoqda ekan. Bundan boshqa Hindiston 2022-yili tunji qatim o'zi yasagan INS Vikrant aviamatkini ishga kirishtirib, rayondagi raqiblariga qarshi dengizdagi mudofaa iqtidorini kuchaytirgan. Yaponiya Janubiy dengizdagi jiddiychilikdan andisha qilayotganligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Iwaya Takeshi Janubiy dengizdagi jiddiychilikdan kuchli andisha qilayotganligini bildirdi. Diplomat to'rining 16 yanvar xabar qilishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Iwaya Takeshi Filippinni ziyorat qilish jarayonida Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlaridan qattiq andisha qilayotganligini bildirgan. U so'zda yana rayonning tinchligi va muqimligiga ta'sir ko'rsatadigan jiddiychilikka xalqaro jamiyatning diqqat qilishi kerakligini ta'kidlagan. Iwaya Yaponiyaning navbatdagi vaziyatni bir taraflama o'zgartirishga qarshi maydonini takrorlagan
va Filippinning dengiz bexatarligi masalasida Filippinni qo'llaydiganligini jakarlagan. U yana Osiyodagi aloqani davomli kafolatga ega qilish uchun bu masalalarni yaqinda hokimiyat beshiga chiqadigan Amerika hukumati bilan o'tkaziladigan suhbatda o'tirg'i qo'yishni planlaganligini bildirgan. Yaqinqi mezgillarda Yaponiya bilan Filippin o'rtaq harbiy manevr o'tkazish, o'zaro ziyorat kelishimi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bexatarlik hamkorligini kuchaytirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.